bo'yicha men Agrobank Narpay filiali boshqaruvchi o'rinbosari Razoq Mazmunman. Bugun mana shu mahallada juda hozir ish tizim ketyapti. Barcha mana shu ishsiz odamlar bo'yicha ishga joylashtirish, ular daromadini oshirish bo'yicha juda qizg'in ish ketyapti-da bugungi kunda. O'sha bo'yicha mana reyestrda turadigan oilalar bo'yicha bir qancha mana kredit mahsulotlarimiz joriy qilingan. O'shalar bo'yicha qisqacha sizga ma'lumot sifatida aytamanki, bundan keyin kimlar o'zida qiziqtirgan bank sohasi bo'yicha savol-javoblarimizni bemalol davom ettiramiz. Bugungi kunda mana shu fuqarolarimizga mana shu mahallada ishsiz, ish vaqtida yurgan ishsizlar bor. O'shalarni mana bizlar bugungi kunda mana shu yuridik shaxslarga 212 qaror 300 milliongacha kredit ajratyapmiz. O'shanga ishga joylashtirish bo'yicha o'sha choralarni qilyapmiz. Kredit ajratamizda uni faoliyatini kengaytirib, o'shanda ish o'rinlarini ochib, ish o'rinlarini tashkil qilib, shu joylashtiryapmiz. Yana bundan tashqari o'sha jismoniy shaxs sifatida olmoqchi bo'lganlar, kredit olmoqchi bo'lganlar bor. Hozirda ham o'zi shu kredit olmoqchilik kelib turganlar bor. Shu misol uchun oilaviy tadbirkorlikdan berilyapti hozir. Shu 100 milliongacha ajratilyapti. Keyin bundan tashqari mahalla loyihasi, dastur doirasida ajratilyapti 50 million so'mgacha. Biznesga ko'mak dasturi bo'yicha ajratilyapti kreditlar. O'sha kreditlardan faqat bu ishsiz fuqarolarga beriladi. O'zini o'zi band qiladi, imtiyozli kredit. O'zini o'zi band qiladi, o'sha oila kredit o'z platformasi orqali ariza tashlaydi. Ariza tashlagandan keyin o'shani hokim yordamchisi mahallaga, har bitta mahallaga bankirlar biriktirilgan. O'sha mahalla bankirlar bilan birgalikda ko'rib chiqib, haqiqatan qanaqa tadbirkorlik qilmoqchi bo'lsa, o'sha tadbirkorlikka o'zi uyida o'sha faoliyati o'shanga to'g'ri keladimi, yo'qmi, o'shani o'rganib turib kreditlar ajratib beryapmiz.